matırlıkka, şişsallıkka taba barığı ışıyımına. Janıp yatmay, bıkırdap yatmay, taralıp yatmay. Bütün eydi matırlandı, jırt, yışıp tıra jırt bulup. Mine şunun beri bir avveligi ruhu yok. Nega? Bilmeyeyim de mine. Eski taşlar yok, eski taşlar yok. Şu yurt yanında duram mine men ağaçı bulsun, ol taşı bulsun. Mine men şunda kişiler bile siyaşıp qarayım. Hazırki düzeltilgen jurtda kişiler bile siyaşıp bulmayı. O şimdilik yattan halde onun bile siyaşıp buladır ya. Yaxşı var. Bu kişilerle Cerebrum degan. Bu o'zgarishlar menga bek o'xshaydi. Shistalığı bile, yangalığı bile. Özrek günahının örnekleri de var baribir. O'zincha hozirgi zamoncha o'rnagi. Hozirgi zamon chog'i bo'lganga da ko'ngil baribir yaroqlasha ekan. Men shularni ko'rgan meni ko'z oldimga keltirasim kelar shu shunday vaqt o'rnaklari bilan. Ana shu o'rnaklarda o'zlarining tarixlari shu o'rnaklarni birtiklab silab turadi. Mana men ileride hozir ishlangan lisabelitlarga ana shu vaqt o'rnaklarini izlayman, shu tarixni izlayman. Mana shundagina bular men qarab turib ko'z yog'ini olirlik darajada shistaligina, motorligina, tizikligina shodlanaman. Ko'nglim bilan baribir azrak shundan tag'in nidir avvalgi tarixni izlayman. Siz qo'yimnasi o'ramida turam dedingiz, bek o'zgardi o'mda Tatarsko sadba tuzildi, yurtlarni tuzuklantirdilar. Sizning ana turda fikringiz nima? Bitta o'sha bu Tatar sadbasi degan avvalgi Kazakovning omborlari da baribir ko'ngilli bo'lib, motor bo'lib, zo'r qapqalari tarixni xatirlatib turadi. Hozirgacha mana shu kafelar, beyler dostupny. Ondan sonra o'tgan vaqtda mana shunda girilib turadi, to'ylar, nikohlar. Musulmoncha bitti bilan shunga siyinaman. Siyinam, o'kinman. Kazakovlarning o'rtalarini bitirdilar, hozir yangi aylantirdilar. Buna bik mantiq. Şu vaqtda Tatar bistəsinin o'zakka yaqin ülüşüngünə nechqadar ixtibarda tutalar. Başqa ülüşlərdə bitində necədir əhammiyyətə ega. Siz necə görürsüz? O yaxlarında məsələn eşki uramlarında da ziyaratqa yaqin uramlarında onlar da ixtibarga tutulaykıdır. Necə görürsüz? Ziyaratqa yaqin yerlər onlar yangi bizdə. Bu o'zine başqa yangi bizdaga belgilangan aqshalar nelar bor dedilar. Yangi bizdaga da shunday kirishacakmiz. Yangi bizdaga da qatnashgan mening naslim. Kerakam bo'lsa men yangi bizdani da bek yaxshi birtiklab To'qayning turgan yurtlarini ko'rsata silay olam dedim. Ansini va'da berdim. Ondan so'ng mana siz aytgandek ajinlashda tavabilgan 5-больницалар, Mixovoylar, ular bitinisi ikki bizda orasi degan bir bor. Uni kishi bilmaydi. Yangi bizda bilan eski bizdan ayiradigan ikki bizda arası var. O ikki bizda aralari endi Vakitova poyezd yo'llari endi Kamil Yakub uramlari ular endi beshimir qilgan. Hozir anda bek tosh yurtlar solashaqlar. Endi solina boshladilar. Ularda endi dik turmaydi. Ondan sonra burada yurtunda qaramagan o'rinlarning da yo'llarini qaraylar. Baribir narsa bo'lsa da ishlaylar. Yo'llarini qaraylar baribir. Ondan sonra şunlar evan uramda turdim, endi Dukayskida shu turishdan ketgashini. Onda da men shu uramni shunday shiltiratib turdim endi yo'llarni. Mana bir naymashda qora qarshini aytamiz, chiqib bo'lmish shunda chiqir. Bir tonadalar necha yildan so'ng bo'lsa da bittani remont etib eskilarni olib yangini ishladilar. Yurtlarini ileridagi uramlari bir tartibda tugul. Bu yo'l tartibda bo'lg'ashdan yurtlarning bunday qilib yo'laydi. Neyse bu da baribir bütün 100% olmasa da işinchi yağı boshqa yoqlari ishlanib turadi. Bek zo'r rahmat kimlarga aytganda bilmaydi. Eng birinchi prezidentimizga endi. Chunki biz endi o'sha niyatlarga bek ko'p yozdik, ahamiyat bo'lmadi. Bakallar власти, ular qayerga Bulgar bilan Siyarskilar bilan ular endi. Men o vaqtda aytdim. Eng birinchi aytdim Qozonni qarorga kerakdir. Rishni portdan chiqishidan turistlar keladilar. Qozon o'rtasidan anasını kitirga bulaydı Bulgarga deb. Akşalar eng birinchi kite Bulgarlarga Qozon o'rtasida qolmaydi deb. Ondan so'ng endi mana u qatnashadigan bo'lmadi. Akşalar deganda akşalar bunda qatnashib o'rtoqlik bo'lmadi. Ansida shahar endi bilan rizolashasan endi.